Xayrlik şenbile. Bütün dünyadaki barlıq vatan sevgen qeyrindaşlar. Yeni aldınladı mən. Özüm egelligen məlumat uçurlarını köpçülük bilen, milletimiz bilen, xalqımız bilen ortaklaşış üstüden yeni aldınladı vatandaşlar. Bugün menimki köpçülükке yetkizdiğen temam qaysi degan vaqtimizda men Facebook'a ilgir yazdım. Mesela Suriye urushi boshlandi, Arab uchun o'ldiganlar xo'sh xabar. Iroq va Ozarbayjonda urush boshlandi, Turk uchun o'ldiganlarga xo'sh xabar. Ham shundaqla Pakiston bilan Afg'oniston o'rtasida urush yuz berdi, Taliban uchun o'ldiganlarga xo'sh xabar desam, ba'zi nurg'un qarindoshlarimizning titan tomirlari tegib ketgan o'xshaydi. Xato gapmi emas. Ko'plagan qarindoshlarimiz bunu bir tushuntirib bersangiz degan bo'ldi. Ba'zi qarindoshlarimiz bo'lsa, yana burun qo'shish ojizlarniki odati boshqalarni tillashqa endi. Tillab tushganlar bo'ldi, tillab yozganlar bo'ldi, hatto ayrim hollargacha tillaydigan gaplar bilan buni juydiganlarni juyib ulgurib bo'lmadim. Eng oxirida ko'plagan insonlarni qarg'a tiqib etish bilan ishni oxirlashtirdim desam bo'ldi vatandoshlar. Mushto'g'irlik men biroz aniqlik berman. So'rgan qarindoshlarga aniqlik berman. Tema buni ham qo'yib qo'ysak bo'ldi. Masalan, urush bo'ldigan joylar deb, masalan, cho'ng tipdagi emas, kichik tipdagi urush bo'ldigan joylar deb turib temani qo'yib qo'ysak bo'ladi vatandoshlar. Endi shunday tushensanglar deb qarayman. Undan boshqa biz dunyodagi bu temaga kirishdan avval, tushuntirishdan avval dunyoda yuz berayotgan cho'ng o'zgarishlarga, masalalarga desak, xeli jiq vatandoshlar. Bu yerdagi asosliq shu Suriyada qayta men hozir tushuntirman dedim. Suriyadagi hozir boshlangan urush va Iroqda hozir oz bir qism ko'tarilgan urush va kelgusida masalan Afg'oniston bilan Pokiston o'rtasida bo'lmoqchi bo'lgan, hatto hozir so'qishyapti endi. Bu urushda to'g'riliq asosliq tema bo'lishdan boshqa hozir bugun hamda G20 davlatlarininki boshliqlari Hindistonga to'plandi, Yangi Dehlida to'plandi. Buningga Xi Jinping efendim kelmagan bo'ldi. Buningga men oxirida men orliqda tushuncha berman. Undan boshqa desak vatandoshlar, Xitoy hukumatı xabar topdinglar, shundaqdimi yana boshqa insonlar uchun Amerikaniki iPhone telefonlarini hukumat o'rinlarida ishlatmaslik qarorini olgan bo'ldi Jungo hukumatı. Bunga munosabatlik vatandoshlarimiz dunyoda masalan Jungodan, ya'ni Xitoydan chet el korxonalarininki chekinib chiqish harakatlari bu boshlanganlar xabarlari bu shu 1-2 haftadan burun chiqishga boshladi vatandoshlar. Buni endi meniki azır köptür anladım. Peter Zayhan'ınki danlık siyasiyön bunun sözlerimi çıkıdı. Mesela China Uncensored degan programlarım çıkıdı. Ben izlesenler köpünç qarindoshlar degan vaqtda manbani deb so'raydi. Endi yana China in Focus degan programlarım çıkıdı. Bugün şu chet el xalqlarininki Jungodan, Xitoydan chekinayotganligi haqida ama şu China in Focus'niki qisqala bir videosini ko'rsatmandi. Maqsad nima degan chog'da bu yerda ko'pchilikka manbani bildirish, ya'ni birisi China in Focus degan programmalarga kirib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Nima ish degan chog'da bu yerda maxsus shu ingliz tilida eng asosli bo'lgan masalan Hindistonning Viyannikini ko'rsatdi. Ammo shu meni yaxshi ko'rganim China in Focus bilan China Uncensored degan bu ikki programmada maxsus Jungoning ichidagi Xitoyning ichidagi ishki ahvollarni so'zlaydi vatandoshlar. Meni hozir bu yerda qisqa bir qo'ydigan videorimda Jungodan chet el korxonalarininki chekinayotganligini bu yerda videoda so'zlaydi qarindoshlar. Shuni men ko'pchilikka qo'yib beray. Endi men o'zimning temasini kuchimning yetishga kirib ketsam. Business leaders say decoupling from China would be a big mistake. All the while, companies seem to be pulling away from the country and investors are taking their money elsewhere. Treasury Secretary Janet Yellen told a House committee in June that opening trade with China would be disastrous, going on to say de-risk, yes, decouple, absolutely not.
Big names in American manufacturing are shifting production elsewhere, with Apple moving a chunk of its iPhone production to India, and automaker Mazda bringing some of its parts making back to Japan. Other Western companies are doing the same. Taiwan microchip maker TSMC appears focused on expanding in its native Taiwan and breaking ground on a new plant in Arizona. So why are they running for the hills? Because they're realizing that the CCP has already been decoupling, and our companies want to decouple on our terms instead of the CCP's terms. Muşuşu, yani degende bir yerde xabarda deydi, mesela Amerika'nınki şirketlerinki Amerika'ya yetkili vatqanlığı, iPhone'ninki Hindistan'a yetkili vatqanlığı, Yaponiyanınki Mazda'nınki Yaponiyaga tatlı vatqanlığı, Tayvan'dan chip işlep çıkardıqanlarınki bu Tayvan'ga tatlı vatqanlığı hakkında bir yerde kısqı düşençi berip Xitay hükümeti Xitaydan ayrılayotganlık, karxanalardan ayrılayotganlık ma'lumotini berdi. Bay degandek bu ko'plagan manbalarda uchrayotdi vatandaşlar. Bunda bo'lishning oriq ko'rinishini videoda ko'rgan siyosiy yo'llarning so'zlaridan anglashimizcha Xitoy hukumatı shu videoda degan bo'yicha deymizda endi shunda bo'lganlik bizning og'ay ma'lumotimiz mana shu Xitoy hukumatı masalan karxanalarga chet el karxanalarga bo'lgan besimning kuchayishi, tuyuqsiz bostirib kirish, ularning kompyuterlarini oqtirish degandek. Zaten çetel karxanaları u yerda bir xotirjam harakat qilolmaydigan darajaga tushib qolgandek. Ashundaq ahvollar tufaylidan çetel karxanaları Jungodan chekinayotganligi to'g'riliq muloyiza har turli narsalar chiqyapti vatandaşlar. Endi yana bir temamizga kelsak vatandaşlar, bugun 9-oyning 9-kuni o'tib ketdimi? Hindistan'nınki paytaxtı, ben telefonumni aytibdi, telefon kelib avar qildim. Hindistan'ның paytaxtı Yeni Delhi'de 20 devletler, 20 çoğun dünyadaki, yani G20 devletleri yığını açılıp vatandaşlar. Bununla köpçülük haber taptılar, bununla Vladimir Putin efendim kelmedi ve Xitayning baş ministri Xi Jinping bununla qatnaşmaydiganligini bildirdi. Mesela Vladimir Putin'in meselesi kelgan vaqtida taklifnoma avatadigan chog'da nurg'un davlatlar bilishimizcha Vladimir Putinga taklifnoma avatmaslikni o'tirib qo'ygan. Ammo Hindiston hukumatı o'zi sohibxonlik qilgandan keyin taklifnoma avatgan. Vladimir Putin'ning bugungi ahvolini yaxshi bilasizlar. Putin bu yerga qatnashmadi, ammo dunyo xalqi bu yerda Xi Jinpingni bu o'yinga qatnashdi deb qaragan bo'lsa kerak. Yig'in boshlanganiga 3 kun qolgan vaqtida, 3 kun boshqa vaqtning o'zida Xitoy hukumatı mesela Xi Jinping bu yig'inga qatnashmaydiganligini bildirdi. Dunyo ham hayron bir hayronlikning ichida qoldi desak bo'ldi, ammo dunyoni siyosatini ko'zib kelayotgan, bilib kelayotgan insonlar uchun aytgan bu hayron qolarlik bir ish emas. Biz ilgari ko'pchilikka vatandaşlarga mesela bir yil avval tushuntirib, mesela The Economist'ningki jurnalni ko'rsatib, bir tarafda Xi Jinping'ninki rasmininki, yani jumbuloq rasmning ichida bir tarafda Xi Jinping'ning, bir tarafda Joe Biden'ninki rasmini chiqarilgan The Economist'ning xabarini tushuntirib, men 1,5 yil avval ko'pchilikka shunday degandim. Dunyo bugun demokratiya qutubi bilan diktator kutubidan ikki kutubga bo'lindi. Bu kutubga bo'linishninki tipik bir misoli bu ikki kuch etishidi deb o'ylaydi vatandaşlar. Endi deganda bu yerda Joe Biden hokimiyati asta-asta dunyodagi demokratik kuchlarni qorashtirib chiqqan bo'ldi desak bo'ldi. Bularni ittifoqlashtirib chiqqan bo'ldi desak, bu jihatki, masalan, Xi Jinping'ninki bugungi Hindistondagi G20 davlatlari yig'inga qatnashamaslig'i, demak, Xitoyninki demokratik davlatlar guruhidan o'rin ololmaganligini ko'rsatdi. Yoki u yerga kirgan vaqtning o'zida o'zinglar bilasizlar, Xi Jinping hokimiyatini taklifnoma avatgan. Hindiston buniki o'ziniki davlat qoidasi bo'yicha shunday qildi, ammo Hindistonda hech qanday bir savallik yo'q. Ammo siz bu yerga bilasiz, bir mehmondorchilikqa chaqirsangiz, sizning do'stlaringiz bo'lsa, bag'ingiz keldiganda u yoqqa. Qolganlaringiz sizga nisbatan do'st bo'lmagan vaqtingizda, har qanday do'stona muomala bo'yicha bo'lmagan vaqtingizda sizning albatta bag'ingiz kelmaydi. Davlat o'rtasidagi munosabatni ayni shunga o'xshash. Bugun Xitoy hukumatı yani demokratik deb qaragan guruhlar orasida ilgirga o'xshash uzun gilamlarni silib, voy Xi Jinping keldingiz, sizni kutib olamiz deydigan davrning oxirlashganligini ko'rsatdi. Buni bir tipik bir misoli qaysi? Xi Jinping'ninki aslında 8. ayının 24-25'lere içildimi?
Janub Afrikadagi BRICS davlatlari yig'inlarida Xi Jinpingninki shunday so'qoqlik bilan muomala qilinishi, ishdan kirgan ko'rinishlar qarang. Uning yordamchilarininki xuddi bir qotanga kirib atgan qo'y chorvalarni shu nayt qattiq ishni yeb to'sib olamiz ya, shunga o'xshash yugurib kelib qo'pollik bilan to'sib olishlari. Xi Jinpingga yo'l ko'rsatadigan yo'lnoma bo'lmasligi, shunda qo'pol muomala qilishlarga uchirganligi, hamda buningki ayni usulninki masalan G20 davlatlar yig'inlarida takrorlanishi bu tabiiy vatandoshlar. Chunki boy degandek bu ikki guruh demokratiya qutubi bilan diktator qutubi ikki yildan birisi nayta kuchlik etishib keldi. Ukraina masalasida bo'lsin va dunyodagi boshqa Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar jihatlardan bo'lsin, bular nayta qattiq kurash qilib keldi. Bu jarayonda Bayden hokimiyati demokratik davlatlarni ayni usulda yaxshi birlashtirdi. Endi bu yerda Xi Jinping o yig'inga borgan vaqtingizda xuddi ayni yana takror deb bilsak, Janub Afrikadagi yig'inga o'xshash o'zininki undaq qattiq isil burunga o'xshash kutilish ehtimolligining nayta tavalligini sezdi. Mundaq chiqib aytgan vaqtingizda Jungoning tashqi jihatdagi diplomatiya siyosatida bir mag'lubiyat yuz berdi desanglar bo'ldi vatandoshlar. Dunyodagi hech qanday bir davlat, yodingizda bo'lsin, hech qanday bir davlat yolg'iz qilishni xohlamaydi, yolg'iz qolsa bo'lmaydi vatandoshlar. Demak, bu Jungoning bugun tashqi dunyodan ayrilgan, isolation etilgan bir davrga kirganligini ko'rsatib berdi vatandoshlar. Ayni Shimoliy Koreyaniki boshlig'i Kim Jong Unga o'xshash, Kim Jong Unga o'xshash. Buni shuni ko'rsatib berdi vatandoshlar. Endi o Xi Jinping o yig'inga G20 davlatlari yig'iniga borgan vaqtingizda dunyoda hal qilish tegishli masalalarni dunyo xalqlari oldiga ko'p tashlaydi. Bunga javob berish kerak. Javob bergan vaqtimizda burun qo'shib siliq sipoyi muomala qilgan ishlarni katta endi. Buni tipik ifodasi Janub Afrikada ko'rildi. Ilgari masalan Kanadaning bosh ministri Justin Trudeau bilan Xi Jinpingning ikkisiniki nayt qattiq bir qo'pol muomala bilan ashunda bir muomala qilishga ahvollar ko'rildi. Bu xalqaro sahnadami buniki mediaga chiqsin chiqmasin, mediaga oldirab o'tirib chiqolmaydi endi. Bu orqa taraflardan bunday ishlar bo'lib turdi vatandoshlar. Demak, bu yerda Xitoy hukumati tashqi diplomatiya jihatlarida demokratik qutb tarafidan talto'kis bir mag'lub qilinganligini Xi Jinping hokimiyatining o'zining tunib yetganligini, hamda bu burunga o'xshash chasi gilamlarni selib kutib olishga o'zining erishamaydiganligini, hatto o'zininki qandoqdir o'tirib o'zining bexatarlik masalalaridanmi ansirab qolganligi sababidan Xi Jinping'ningki G20 davlatlariga qatnashmaganligini bir tipik ifodasi deb turib qaraymiz vatandoshlar. Bundan bunun xabaringlarda bormi, shu G20 davlatlari boshlanish davom qanday qildi? Jungo hukumati, Xitoy hukumati shu yangi bir xarita hozirladi. Yangi bir xaritada Janubiy dengizning 90%ning Jungoga tava ekanligi. O'ylab boqmang. 90%ninki u yerda Janubiy dengizda Indoneziya va Malayziya va Tayvan va Yapon va jiq davlatlarning territoriyasining ichiga kirib ketgan, shunga yaqin bor ekan. Janubiy dengizning 90%ni mening deb, hatto Hindistonniki Arunachal bilan Oqsay Chinnimi mening degan yangi xarita olgandan keyin Hindiston mediasida 3 kun o'tirib shu media o'g'illari siyosatchilar qattiq qaynagan bo'ldi. Undan keyin Hindistonga bo'sh kelmay o'tirib yangi bir xaritani hozirlagan bo'ldi. Yangi bir xaritani hozirlab bizningki Hindistonning ustida, bizda Hindiston bilan Uyg'ur davlatining chegarasi bor ya, bu yerda Pokistonni qo'shib, bizning Uyg'ur davlatini qo'shib, Jungoning naqli yerimdan qo'shiblar bu Hindistonga tava degan xaritani dunyoga taqib, Xitoyga manda bo'lsa biz sizga qarab turmaymiz deb o'tirib, nayt kuchlik bu xaritlarni hozirlab dunyoga taqatgan bo'ldi. Demak, bu yerda xalqaro jamiyatlar masalan G20 davlatlarning yig'iniga Xitoy endi kirib, ular bilan baravar jo'ziga o'tirib, muloyizlashgan vaqtimizda masalan Janubiy dengizdagi masalalar bo'lsin, Uyg'ur masalasi bo'lsin, Tibet masalasi bo'lsin, dunyodagi muhit masalalari bo'lsin va yoki iqtisodiy raqobat masalalarida bo'lsin, bu yerda keskin savollarga, keskin munozaralarga duch keldi. Aniq
Ha shundoq bo'lgandan keyin Shi Jinping hokimiyati ular bilan qatnashib o'tirib bu fikrni qilay desa, qatnashib bu ular bilan muloyiza qilay desa, vaqtimizda ijro qilish, burunqashi yolg'on gap qilib oldash katta hamda. G'arb dunyosi ishonmaydi buningga. Hamda ijro qilish bosqichiga kirdi. Qaysi ish bo'lsin, muhit masalasi bo'lsin, qaysi bo'lsa ijro qilish bosqichiga kirdi. Ijro qilish bosqichi degan bu Rossiya Ukraina urushining boshlanishi buning tipik bir misoli. Masalan, Rossiya Ukrainaga kirgan vaqtimizda g'arb dunyosi qo'llamagan bo'lsa, Ukraina urushini, u vaqtimizda Xitoy yana oldishi mumkin edi. Demak, g'arb dunyosi Ukraina qo'llagandan keyin bu yerda Rossiyaning oldida biz deb o'tirg'i chiqqandan keyin Xitoyga bu yerda kaskin bir o'tirg'i chiqayotgan bu yerda bir g'arb dunyosi bor. Undan boshqa Xitoyga dushman hisoblangan davlatlar mavjud bo'ladi. Shunda bo'lgandan keyin buniga kirib, yig'inga qatnashib, ular bilan baravar o'tirib, chiroyli suhbat o'tkazib, endi burunga o'xshash yolg'ondan oldaydigan davrdan ketganligini Shi Jinping hokimiyati mutonib ketdi. Kirgandan keyin masalani hal qilish kerak. Masalani qanday hal qilsa deb qattiq savolni qo'yadigan gap, muxbirlar savolni so'raydigan gap. Unda bo'lgandan keyin masalani hal qilaman desa, ular bilan hamkorlash kerak, harakat qilish kerak. Demak, bu yangi G20 davlatlari yig'inda boshlanishdan 3 kun avval yangi xaritani hozirlaganligi Shi Jinping hokimiyatiniki biz xalqaro jamiyat bilan hamkorlashmaymiz deganligidan iborat vatandoshlar. Demak, bu Jungoningki diplomatiya jihatda yolg'iz qilishning boshlanganligini ko'rsatdi, ya'ni demokratik qutbning g'alib qilganligini ko'rsatdi. Hindiston hukumati yana aktivlik bilan nayta to'g'ri ish qildi. Afrika birligi tashkilotida, masalan, G20 davlatlari yig'inlariga taklif qildi. O'ylab boqinglar. Mening kelgusi bo'lgan vaqtimizda endi Xitoy va Rossiya G20 dak davlatlar tashkilotiga hatto taklif qilinmaydi. Mening tushuncham shu. Bu ishlar shundoq bo'lyapti vatandoshlar. Endi bu yerda deb kelsak, Hindistonningki ilgirki suhbatlarimiz degan Hindistonning dunyodagi roli eshib mangdi vatandoshlarimiz. Biz ilgirki dunyodagi Uyg'urning roli qanday degan temamizda biz Hindistonning rolini tushuntirib bo'lgan vatandoshlar. Hindistonning roli eshib mangdi. Hindiston bilan g'arb dunyosi, Amerika butun davlatlar Hindiston bilan hamkorlashdi. Osiyodagi super kuch Hindiston, bundan keyin unda qolsa Yaponiya qatorliq, hamda Hindiston dunyodagi eng chong demokratik davlat, nüfusini jiq eng chong demokratik davlatning iqtisodiy taraqqiyot ahvoli, masalan hozir Jungoda o'tkazilgan korxonalarning ayni vaqtda suhbatimizni shunday Hindistonga o'tkazilayotganligi bu yerda mayat etgan vaqtida Jungoni o'ltiradigan kuch mayati Hindiston hisoblanadi vatandoshlar. Ya'ni shu 40 yildan birisi dunyodagi roli jihatlardan Xitoy dunyodagi ishlab chiqarishning bazasi, emgak kuchining bazasi, har turli narsa bazasi bo'lgan bo'lsa, bundan keyin hozirgi reallik shuni ko'rsatyapti. Hindiston Jungoning ayni rolini oladi desak bo'ladi vatandoshlar. Buning kelgan vaqtimizda biz ko'pchilik dedik, bu yerda dunyo xalqi bir narsani tushuntirib qo'y. Hindiston masalasi kelgan vaqtimizda Ruslan Xitoyningki do'st emas. Men buni tushuntirib qo'y vatandoshlar. Hindiston masalasi kelgan vaqtida Rus bilan Xitoy do'st emas. Chunki Rusni har qanday qilib hozir do'stdek ko'ringan bo'lsa-mu g'arb dunyosiga, Hindiston ikkisi do'stdek ko'ringan bo'lsa-mu, ammo bir-birining o'rtasida hech qanday bir ishonch yo'q, bu yodinglarda bo'lsin. Masalan, Xitoyning 1,5 milliard aholisi bor dedik. Bu 1,5 milliard aholisi qayoqqa ilgarilaydi masalan? Bir ishlab bo'lgan vaqtimizda bu keng ozodi zamin O'rta Osiyo, shu Qozog'istonda o'tib Sibiriya, Rossiya qarab turibman degan gap. Xitoyning tabiiyki Rusning cho'kishini orzu qilib, Rus cho'kkan vaqtimizda keng bepoyon zaminni o'zining qilib olish niyatining bor ekanligi, niyatining borligini Rusmi biladi. Shu sababdan bugun qarasanglar, Hindistonga kelgan vaqtning o'zida Hindiston bilan Xitoyni bu rayonda tangponglashtirish uchun, Hindiston bilan Xitoyni tangponglashtirish uchun yoki tangponglashtirish uchun nüfus jihatdan har jihatdan cho'ng bo'lgan ikki davlat masalasi kelgan vaqtimizda, masalan, Hindistonning qurollarining 60-70%niki Rossiyadan kirgizilishi, hozir qadar Rossiya uni shunday ta'minlashi, buning tipik bir misoli. Yana Rossiyaning Hindistonni Xitoyga qarshi qurollantirayotganligini isbot deb tushunsanlar bo'ldi vatandoshlar. Davlat o'rtasidagi siyosat ashundoq mangadi hamdi. Endi meniki ilgirgi yozmalarimga kelsam, dunyodagi vatandoshlar, men endi bu ishni kulgandek chaqchaq qilib turib yozib qo'ydim.
Masalan, Suriya urushi boshlandi, Arab uchun ildiqonlar xo'sh xabar. Iroq va Ozarbayjonlarda urush boshlandi, turklar uchun ildiqon xo'sh xabar. Pokiston bilan Afg'oniston urushi boshlandi, Talibanlar uchun ma'nodalarni xo'sh xabar deb yozsam, boy degandek nurg'un insonlar bundan ranjib ketgan bo'lsa, ko'pligan insonlar to'g'ri tushunadi. Men shu menda ranjigan insonlarga deydiganim. Siz mushlar uchun o'lmadingizmi mushkamga qadar? Nimaga yolg'on aytasiz? Bir yerda biz Uyg'ur uchun degan gaplarimizni biz anlamadik siz insonlarniki. Devogan gapimiz Turkiston, Turk, Arab, Islom, shu ummat. Qachon sizlar bizni Uyg'ur deb baqdingiz? Bunaqa men kulib qilsam, nurg'unlari psixologiyasiga mos kelmagan, o'zinglarga mos kelmagan o'tirib shundaq lozim moz gaplarni yezib deb shunda deydim. Shu sizlardan mendan ranjigan insonlar qachon siz birlar bir Uyg'ur deb baqdingiz? Uyg'ur uchun deb baqdingiz, millatim uchun deb baqdingiz. Tutayotgan yo'llardan hammasi shu. Uch narsaga yig'inchoqlandi: Taliban uchun, Arab uchun, Turk uchun. O'layotgan insonlarimiz shu. Shuning uchun shunda deb turib yozdim. Berin o'lim dedim. Bunda qilishga sabab vatandoshlar. Suriyada yana qaytadan ishga urush boshlandi. Bu O'rta Sharq rayonida hech bir zaman bu Allohning balasi kelgan bu tuproqda turli millat yashaydi, ya'ni arablar, turklar, kurdlar, farslar. Bular qadimdan tortib bir-biriga ashaddiy dushman, hatto jiq millat emas. Bir Kavkaziyadagi Checheniyani olsanglar, bir kichik Kavkaziyada 30 millat yashaydi, ammo unda urush chiqmaydi. Bu O'rta Sharq bu rayonasida arablar, turklar, farslar, kurdlar bular o'tirishda bu urush mangulik davomlashadi vatandoshlar. Chunki bularningki kurdlardan boshqa bu uchisining tabiiy psixologiyasida bir-biriga aslo yo'l qo'ymaslik. Bir-biriga aslo yo'l qo'ymaslik ham ashaddiy o'tirib, masalan, arablarmi men bu rayonga hukmronlik qilaman deydi. Turklarmi men 600 yil bu yerga kelgan, men imperiya bo'lgan, men hukmronlik qilaman deydi. Bu yoqdan farslar mashu men degan qadimgi farslar bu yerda men degan bu rayonga men hukmronlik. Hammasida o'tirib, ichida qutirib ketgan men degan bir narsa bor. Ham bu yerda bir bechara bir kurdlar bor edi. Ash kurdlarga maram bermaydi. Vaqt kelib qolsa uchsi birlashib turib qirdi uni. Yani mushunchalik darajada ularningki davlat politikasi, davlat siyosati shunchalik bir qaloq, shunchalik nachar. Bir yerga chiroyli kelib, masalalarni hal qilay deydigan narsa ularning mujinlik tushiri yo'q. Shuning uchun ham bu yerda bu burunli urush bo'lgan, yana bu yerda yangidan urush boshlandi vatandoshlar. Men ilgirki suhbatlarimda dedim, Wagnerchilar masalan Wagnerni tanishtirgan vaqtimizda Wagnerchilarningki masalan Libiyada, Iroqda, Suriyada terror guruhlarga zada orom bermaganligini ularning oldida tiktirib, ularni tozalash uchun qattiq harakat qilganligini, bu Putin efendimniki Wagnerchilarni yo'qotish qaroriga keldi. Ularning jipini tatdi. Endi urushning Turkiya va yoki Arab degan davlatlarda chiqadi deb o'tirib degan vatandoshlar. Xolos shu. Ularni kontrol qilib turayotgan, ular harakat qilish imkoniyati bermagan shu Wagnerchilar. Wagnerchilarning Putin efendimiz jipini tatdi. Masalan Amerikaningki ular o'ylayotdi, masalan Amerikaningki butun zihniyati kuchi Janubiy dengizga yuklandi, Xitoy qarshi yuklandi. Unda qo'shib bu yana boshqardigan adam yo'q. Deb o'tirib bu yerda bir qora qo'l, bir kuch. Bunu Turkiya medialarida Arab ashiratlari deydi, ya'ni Arab qabilalari deydi. Men uni tegidan o'ylaymanki, buni tegidan Xitoy chiqadi deb o'ylayman. Chunki sizlar bilasizlar, bu yerda hozir Suriyada qaytadan qo'zg'algan Arab ashiratlari hammasiga kurdlarga qarshi chiqyapti. Kurdlar qarshi bu yerda bir harakatchilik, urushlar bo'lyapti, zaten boshlanib ketdi u yerda. Sizlar bilasizlar, arablar bilan Xitoylarning qanchalik ittifoqining borligini bilasizlar. Ularning ittifoqi mangulik ittifoq, davomli ishlaydigan ittifoq. Shunda bo'lgandan keyin Xitoy hukumatı urushni hech bir zaman o'zining chegarasidan yana akilishni xohlamaydi. Urushni o'zining chegarasidan yiroq bo'lgan yerda tutish kerak. Shuning uchun men arab ashirati hech qanday isbotim yo'q, ammo bu faraz. Arab ashiratlarining kaynida men o'ylaymanki %100 Xitoy bor. Buni qo'llayotgan Turkiya bor. Chunki Turkiya bilan kurdlarning munosabati yaxshi emas. Bu yerda ashirat bular o'tirib Arab ashiratlaridan mayat etqachaqda shu Wagnerchilar bilan urush qilgan, Wagnerchilar nafas bermagan terrorist guruh bo'lar vatandoshlar. Shunday nomli terrorist guruh bo'lar. Bular qaytadan chiqib bu yerda hozir kurdlarga qarshi degan nomlar bilan bu yerda urush qilyapti.
İşenmisanlar medialara kirib ko'rib baqinglar. Shuning uchun men Uyg'ur uchun Uyg'urni tushugim keltirib qo'ymagan insonlarni anda qolsa arab uchun o'lib o'ling deb o'tirib yozib qo'ydim. Xo'sh xabar deb yozib qo'ydim. İkinciden meniki Azerbaycan ve Irak'ta mesela uğraşlar yüz berdi. Bunun için mi Türkler için öldüğünü hoş haber dep turib yozib qo'yishimdik. Yani bir sebep bunun için anlayın. Mesela Irak'taki Kerkük rayonu bizde Uygur medyaları Uygurlar bu to'g'riliq jiq tushuncha berilmaydi. Mesela Irak'nınki Kerkük degan rayonlar bu yerda Türk manbalarida chiqqan vaqtimizda bu Türkmenlar yashaydigan Türkmenlarning joyi deb hisoblaydi. Mesela Kurdlarning chiqqan manbalarida qalsa bu Kurdlarning zimini deb qaraydi. Türkiye bo'lsa uni bu Türklarning zimini. Bu mesela 2. Dünya Urushi yani aynı vaqtimizda 1. Dünya Urushi mezgillarida Türkiye'ninki şu O'rta Sharq masalalari bilan kelishgan imzolarini o'zida bu Iroqqa berib etilgan degan nuqtani ilga surdi. Maqsad bu yerda nima degan chaqda o Kerkük rayoni Türk Kurdlar bo'lmagan deb turib qaraydi. Niyatki nüfusta qaysi jiq qaysi az ben bunu bilmayman diye. Bu yerda o Türkmen rayonundaki xalqlar Şia bo'lganligi uchun mesela İran Şia devleti bo'lgandan bu bizga tava deb turib qaraydi. Bu yodingizda bo'lsin. Türkiye bu Türkmenler Türk bo'lganligi uchun bu Türkiye'ga tava deb turib qaraydi. Shunday bo'lgandan bu yerda bu talashish urushi hozir boshlandi. Hatta ulg'ishi mumkin bu yerda. Hatta ulg'ishi mumkin. Bay deganda o'tirib bu 4 millat qayerga kelgan chaqda bir so'mak talashib urushli turdigan gap. Shu. Vatandaşlar. Endi bu yerda Azerbaycan masalasi kelgan vaqtning o'zida Azerbayjonni tilga oldim. Bilisizlar, Azerbaycan bilan Armeniya o'tirisida Tog'li Qorabog' jidli bor. Bu urushlar 2 yil avvalmi Tog'li Qorabog'ga kirib Azerbaycanlar bir 20% rayonda Tog'li Qorabog'ni olgan bo'ldi. Buni Turkiyaning boshqa yana mediyasi qarsa, yo'q Tog'li Qorabog'ni to'liq oldi degan yolg'on xabarlarni taqdirdi. Amaliyot undaq emas. O Tog'li Qorabog' rayoni urush bo'lgan vaqtda uni bexatarlik masalasini Rossiya kirib, men bu yerni men qo'g'dayman deb o'tirib Rossiya kirgan, ikkisi urushgan ekan. Tinchlik elchisi sifatida. Endi bu yerda qanday bo'layotdi degan vaqtning o'zida qachonki Rossiya Ukraina urushi boshlangandan keyin Armenlar, ya'ni Armeniyaliklar Rossiya Ukraina urushida Rossiyani qo'llamadi. Rossiyani qo'llamaganligi tufaylidan bugun Putin apandim endi bu yerda Armenlarni Azerbayjonlarga setib o'tadi. Ruslar mana shunday satqin siyosiy hokimiyatlar vatandaşlar. Azerbayjonga setib o'tadi. Azerbayjon endi bu yerda Ipak yo'lidagi eng muhim tuguni qismi vatandaşlar. Bizning Uyg'ur davlatidan chiqqan vaqtimizda mana shu Turkiyaga tutishadigan qismida mana shu qurg'uliq qismi, birdan bir qurg'uliq qismi shu Zanguzur koridori asha endi. Bu mayatachig'da ikkinchi bir Ipak yo'li urushi deb atsang ham bo'ladi endi. Shundan bu yerda Putin apandim Armeniyani setayotgan bo'ldi. Hozir bu yerda tayyorlik bosqichiga kirib bo'ldi. Oldi urushyotdi, keyinda qurol yaroqlarni yo'tkavyotdi. Ozarbayjonni yo'tkavyotdi, Armeniyani yo'tkavyotdi. Endi bu yerda Armeniya Ruslar tarafidan setib etilgandan keyin endi bu yerda Amerikani o'zining ittifoqdoshlik sifatida bu rayonga chaqirdi. Mesela aldığımızdaki günde Amerika ile Ermeniya harbiy manevr o'tkazmoqchi. Ama bunu da Rusya turamaydigan gap. Rusya turamaydigan gap endi. Bu shunday bir mujmal bir tushunal davlatda bu Putin hokimiyati saran bo'ldi. Endi bu yoqqa biz Ukrainadan qo'g'lab bo'lolmasak, Amerika bu yerda Armeniyaga kirdi. Ham biz Kavkazga kirdi, bizning yurtimizga kirdi deb o'tirib, bu yerda bir xabarlarda biz Armeniyani ishg'ol qilamiz degan xabarlar o'tirib chiqyapti. Masalan, g'arb matbuotlarida chiqqan vaqtimizda yo'q, Armeniyani NATOga kirish kerak degan gaplarni chiqyapti. Ham bu yerda shunday bo'lgandan keyin bu yerda yuz berdigan ish qaysi degan chaqda Ipak yo'lini qayta echish nuqtasidan Turkiya uchun muhim. Shuning uchun bu yerda Armeniya bilan Ozarbayjon urushi boshlangan vaqtning o'zida %100 bu urushga Turkiya aralashdi.
ikkinchi qadamliq shu 2 yil avval yuz bergan Armeniya bilan Ozarbayjon o'rtasidagi yana Tog'li Qorabog' urushda Turkiya qo'llagan vatandoshlar. Endi bu qadam ishda o'xshamaydigandek qildi. Chunki Iran bu yerda chim turyapti. Navodan Ozarbayjon bilan Armeniya so'qishgan vaqtning o'zida biz chunki Iranliklar Armeniyani qo'llaydi vatandoshlar. Bu yodinglarda bo'lsin. Biz bu urushga biz müdahale qilmaymiz, biz kirimiz deyapti. Kirgan vaqtimizda qaysi taraf turdi? Bir Armeniya taraf turdi. Ozarbayjon bilan Armeniya so'qishgan vaqtimizda Iran Armeniyaga yordam bergan vaqtimizda Turkiya vaqtimizda kimga jang etish kerak? Ironga urush etish kerak. Anda bo'lgan bo'lsa Türkler uchun ulib oldiganlar xo'sh xabar deganingizni yolg'onmikan, rostmikan? Buni o'ylab baqsangiz bo'ldi. O'zingizning ishi. Çünkü ben sizlerle bağman, katnaşman, Uygurlar için men Uygur degan gapda zerikkendikin, endi mushundaq so'zlaydigan bo'ldim. Ölü vaqtingiz bo'lsa ölüp ketavering, o'ling. Baribir siz Uygur demaydi ekansiz deb o'tirib, men shunday xush xabarlarni yetkazib qo'ydim sizlarga. Ham bu yerda Armeniyaniki parlamentida cho'ng o'zgarishlar yuz berdi. Bay deganimizda Rossiya bu Armenlarni setib etdi degandikin, bu da Armeniya parlamenti qattiq harakat ko'tib, hamda Fransiya bilan hamkorlashadiganligini, Amerika bilan hamkorlashadiganligini, Putin efendim Armeniya tuproqlariga kirgan aman darrov qo'lga oldiganligini parlamentlarda o'tirib qo'yapti. Hamda demak, da qarayli Putin efendim NATO'ni, Amerikani masalan Ukrainadan yiroq qo'g'laymiz desa, anda bo'lsa Amerika bilan Armeniya ittifoqlashib hech nima deb qo'g'lamaydi. Rossiya yani ishg'ol qila olmagan ahvol ostida Armeniya kelgusida NATO'ga kirib ketib qolgan vaqtimizda anda bo'lsa NATO ne keldi? Rossiyaning qalbi keldi degan gap aytildi. Kim g'alaba qilyapti? Bu yerga chaqda yana Amerika, Yevropa, yana NATO g'alaba qilyapti degan gap aytildi. Buni shunday tushundisam, oxirda masalan Talibanlar uchun ilg'oldarlar xo'sh xabar deganini tushundisam, bu xabar qarindoshlarimiz bugun Pakistan deb atalgan masalan Afg'oniston degan davlatni o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Amerika hukumatı Afg'onistonda 20 yil urush qilish jarayonlaridan o'zida o'zimi deydi, bu yerda bir fojialik bir yengilish bilan Afg'onistonni nayt tuyuqsiz holatda tashlab berib chiqib ketdi. Majbur bo'ldi shuningga. Shu jarayonning o'zida Amerikaning g'oyasur qurollari Talibanning qo'liga qoldi. Va uningki Amerika ilgirki yetishman bu to'g'rida maxsus so'zlagan buning. 2 yil, 3 yil avval şu Amerika chiqib ketgan vaqtimizda Afg'onistonda qaytadan urush yuz berdi. Chunki Talibanlar anjiq kuchaydi deb turib shunday degan. Bu ishlar endi asosda maydonga kelyapti vatandoshlar. Chunki Amerika yetishtirgan askarlar bu Talibanlar o'zi qo'shib hozir qayta tartib kelyapti. Bu yerda bo'layotgan ish qaysi deysanglar, demak bu yerda Taliban asliga kelishtirgan chaqda masala qurolliroq jihatlarda bo'lsa, jiq kuchaydi. Uning Xitoyga qarshi bir urush qilish hech qanday niyati yo'q. Uningdagi asosli Talibanlarning tarkibidagi 90% poshtunlar, vatandoshlar. Poshtun degan millat ular. Bu poshtun degan millat Afg'onistonda bor, ya'ni Afg'oniston bilan Pokistonning chegarasida ikkiga bo'lib etilgan rayonning o'zida yashaydi vatandoshlar. Masalan, bugungi Afg'oniston rayonidagi Talibanlarning asosiy tarkibi 90% poshtunlar. Anda bo'lgan bo'lsa, bu yerda ayni vaqtning o'zida Sovetga qarshi urushlarda Afg'oniston bilan Sovetlar urushgan bo'lsa, bu rayonimizda yordam bergan Pokistonningki tavalligida bo'lgan, ya'ni Afg'onistonga chegirdosh bo'lgan bu rayondagi poshtunlar g'oyasur yordam bergan. Endi bularning kelgusida o'ziniki masalan Afg'oniston bilan masalan Afg'onistondagi poshtunlar bilan birga yashash orzusi bor. Shu sababdan bugun ilgari Afg'oniston bilan Rossiya urushida, Rossiyada ya'ni poshtunlar bilan ruslar urushda Pokistondagi poshtunlar Afg'onistondagi poshtunlarga yordam berib, bularda tik turgan bo'lsa, ham bugungi kunimizda kuchaygan Taliban hokimiyat tarkibidagi poshtunlar bularda hozir shuarlar boshlandi. Biz Afg'onistondagi, Pokistondagi poshtunlarni ozod qilamiz degan nuqtalarda bu yerda harakat qilyapti. Hozir mana 3 kundan birisi o'yatidani Pokiston saqchilarini o'ltirib o'ltirgan bo'ldi. Bu urushlar chiqyapti. Faqat bir ko'tarilmayapti bu yerdagi ish.
Demek bu yerda demoqchi bo'lganim qaysi yangidan shakllangan bu rayondagi urush, bu yerda pochtni urushi, ya'ni Pokiston bilan Afg'oniston urushining yuz berligini %100 faqatla ko'lami va qachon shunday bir zo'r darajada yuz berganligini ko'rsatadi vatandoshlar. Siz kelgusida Pokiston degan bir davlatni topamaysiz. U yana Balojistonga, Panjobga, masalan Pokiston bilan Afg'oniston o'rtasidagi pochtalar birlashib ya o'tirib bu yerda bir pochtaston shakllanadi va yoki boshqa bir ism chiqamdi biz buni bilmaymiz. Ammo bu yerda kelgusida Pokistondagi taltuki sur pochilib ketgan aniq. Bu harakatni bugun Afg'onistondagi ya'ni Talibanlar Pokistondagi Talibanlarga yordam berib, chegaradagi Taliban o'zining millatiga yordam berib, Pokiston hokimiyatiga qarshi urushni mohiyatda boshlabdi, kichik tipdagi urushni desanglar bo'ldi vatandoshlar. Shuning uchun men bu yerda Uyg'ur uchun demaydigan insonlarga burundan tartib Talibanni o'zining jonijon aksi birnimisi ko'radigan insonlarga bu millat demagan ekan, unda qolgan bo'lsa Talibanchi o'lib olsangiz buni yo'l chiqdi berib o'layvering dedim. Shu vatandoshlar. Bu rayon shunday bo'ldi. Demak, bu yerda vatandoshlar dunyoda cho'ng jihatni aytgan vaqtimizda boy deganimizda demokratiya qutubidan diktator qutubi, ya'ni bu ikki qutubdan hozir demokratiya qutubini ko'plab g'alaba qildik dedik, ammo bu yerda diktator qutubiga tava bo'lganlar Rus bilan Amerika bular oldirab o'tirib o tiz pishmaydi vatandoshlarimiz. Oldirab o'tirib tiz pishmaydi. Qachonki Xitoy masalan Amerika bilan bevosita urushadigan bo'lgan bo'lsa, hozir Janubiy dengizda urush boshlagan bo'ldi. Xitoyning Janubiy dengizda Tayvanni elishning imkoniyati yo'q. Shu sababdan Rusmo masalan Ozarbayjon bilan Armeniya o'rtasidagi urushni qo'llash orqali urushni boshqa nuqtaga tortdi. Xitoymi masalan kelgusida yuz beradigan Afg'oniston bilan Pokiston o'rtasida tabiiyki Pokistonni qo'llash orqali bu yerda bu urushni boshqa yerga tortdi. Buningga boshqa davlatlar aralashadi. Mushunda cho'ng davlatlar bilan cho'ng davlatlar urush qilib bo'lgacha kichik davlatlarda cho'ng davlatlar bilan cho'ng davlatlar kichik davlatlarda urush qilgan. Ya'ni ayni Ukrainaga o'xshash, masalan Ozarbayjonda, Iroqda, yana Suriyada, yana Afg'onistonda, hatto Afrikada vaqt kelib qolsa O'rta Osiyodan chiqish mumkin. Mushundaq kichik tipdagi urushlar qachonki cho'ng davlatlar bir-biri bilan kelishib dunyoni kelgusida boshqarish qanday boshqarish masalalarida, ya'ni dunyoda yuz berayotgan masalalarni o'rtaq bir yerga kelib hal qiladigan bir qurilmani o'tirg'i chiqarib qo'yg'ich qadar bundaq urushlar dunyoning har yerida yuz berib turdi vatandoshlarimiz. Belki men ilgirki suhbatlarimda degan, taki bu 3-Dünya urushiga ketishi mumkin shunday qish. 3-Dünya urushi degan urushlarni nurg'a odamlar yuz bermaydi, ammo bugungi kunimizda deyotgan joyda Rossiya bilan Ukraina urushini yuz bermaydi degan yuz berdi. Bugun o'tirib Tayvan bilan Xitoy o'tirsida urushlarni nurg'a insonlar yuz bermaydi. Buni o'tirib hech kim yuz berdi, yuz berolmaydimi deyolmaymiz. Yuz berishi mumkin. Balki 3-Dünya urushida yuz berishi mumkin. Gap qachon va qanday degan gapning o'zida. Ama bu yerda bilib qolsanglar bo'ldiki, dunyo bu yerda ikki qutbga bo'linib ketdi. Ana, G20 davlatlari kelganda Ruslan Putinninki Putin bilan Xi Jinpingga kirmasligi. Biz u qutbda emas deganligining tipik bir signali. Sizlar biz hamkorlashmaymiz. Bizning deganimiz bo'yicha mangamiz degan gap. Bu shundaq manga vaqtimizda nega bordi? Bu hal qilamagan masalalar to'planib, shundaq Iroqda, Suriyada, Afrikada tam 59 davlatlarda minimum bo'lgan chog'da 59 davlatda masalan Osiyoda 20 masalan Osiyoda 20, Latin Amerikada 20, Afrikada masalan 19 yoki Latin Amerikada 19, Afrikada 20, Osiyoda 20 masalan 59 davlatlarda mushuna o'xshash kichik tipdagi urushlar qachon o'tirib 3-Dünya urushi yuz berib, men 3-Dünya urushini yuz bermasligini umid qilaman, ammo dunyodagi masalalarni hal qilamagan vaqtimizda yuz bergan aniq var. Shu bosqichga iloyim kelmasin, kap bo'g'ichi jarayonning o'zida bundaq tam 59 davlatda mushuna o'xshash urushlar boshlandi vatandoshlar. Bo'ldi vatandoshlar. Shuning uchun hayron qolmanglar. Men bir narsani yozsam, aldirabla ishdan ko'ynakni selib o'tirib tillab ketmanglar. Ba'zi qarindoshlarimiz debdi, "Sen Arab uchun o'lib deb Suriyada
bizniki Kurdlarning lagerda qolgan Uyg'urlarga biz Uyg'urlarni qutqizish kerak. Vatandaşlarımız bu mening xatoligim emas. Siz u yerdagi sizdan deganim uchun PKK'ning qo'li turgan Uyg'urlarni qutqizamsiz, qanday qilasiz? O o'zingizning ishi mening qo'limdan kelmaydi. Men sizlarni tushunmayman. Urush qilaman degan insonlarni men tushunmayman. Men dunyoning cho'ng siyosiy tepasida men buni shunday deb qo'ydim. Chunki sizning programmalaringizda tabushga qadar Uyg'ur degan bir so'zni tilganmidingiz. Ağan sözünüz Taliban, ağan sözünüz Türk, ağan sözünüz Büyük İslam. Şunun için ben bunu özümün məncisi qasısa yazdım. Hem de o benim arzuyum mesela Suriye'ye aşk qarindaşlarımız meyli bilip basın, meyli bilmey basın, ben ularda içinime. Bir insan süpütede meyli ular qandaq yaşayadı bilmeyme, bir ularının degan çağda PKK'nın cezalığa demiş. Bu Suriye urushiga biz mana shu yozmada bir necha azamni yozmasiga qaragan chaqda Uyg'urlarni qutqizamiz. Ana o'g'imiz bilan nega gapirsiz? Qutqazsangiz nega gapirsiz? Qutqazsangiz Suriya Turkiyaga chiqib bersiz. Turkiya bilan Xitoy o'tirib Xitoyga gapirdi shu. U Suriyadagi masala, Suriyadagi urush vatandoshlarimiz. O mushkamgacha Turkiyami Suriyaga kirib Asadni o'rayman deb urush qilib baxtda Asadni midirtamadi. Chunki uning kayinda Rospa, uning kayinda Xitoyba vatandoshlar. Hamda Turkiya bilan bugun Turkiya bilan Suriya biz kelishaylar bo'lsa, yarashaylik degan vaqtimizda bir Asadning sharti chiqadi. Anda bo'lgan bo'lsa bu yerdagi terroristlar to'liq tozalanish kerak. Sizning bu yerdan askarlaringizni, odamlaringizni hammasi chiqib keting deyapti. Bu oson hal bo'ladigan masala emas. Anda olsa Suriyadagi bu Asad hokimiyati g'alaba qilgan taqdirda o'zidan bu yerdagi Uyg'urlarning masalasi qanday bo'ldi? U yerdagi Uyg'urlarni u yerdan qutqazib degan vaqtimizda dunyoning qayeri oladi. Qashki bu Uyg'urlar bo'lmasa, shunday bir fojiani ko'p qolmasa edi. Ammo men ular uchun echinaman. Ammo mening tushunchimcha ular bir siyosatda qurbon vatandoshlar. Mayli boshqalar apason, mayli o'z bilib turib bason, bilmay bason Uyg'urlarning siyosiy hayotidagi bir qurbon. Garchi ular o'zlarini biz Uyg'ur uchun urush qilamiz demagan bo'lsin. Qarindoshlarimiz, suhbatimni mushada oxirlashtirsam, mening oxirida deydigan yerim vatandoshlar, sizlarga ko'rsatdim. Oxirgi so'zimdan bir o'lga olsanglar bo'ldi. Bugungi dunyo etnik milliy tarkib bo'linish dunyosi. Masalan, kelgusi yuz beradigan Pokiston bilan Afg'oniston o'rtasidagi urushma bu Pushtun urushi bo'ladi vatandoshlar. Bugun Talibanning enining o'zidimi Pokiston tarkibidagi Pushtunlarni o'zimizga qo'shib olamiz, ularni ozod qilamiz deyapti. Anda qo'ygan bo'lsa Pokiston bilan Afg'oniston ikkisi o'lmadi ya. Urushimiz bo'ladi ya, so'qishimiz bo'ladi ya. Bu yerda bu ümmetçilik degan bu bir insonni uxultadigan, Uyg'urni uxultadigan, hatto Turkchilikmi Uyg'urni uxultadigan, islomchilikmi vaqt kelib qolsa Uyg'urni uxultib ana endi Suriyada o'yatbedi o'ladigan bir yo'l vatandoshlar. Shuning uchun bugungi sizga day qarindoshlarimiz, bugungi dunyo etnik milliy tarkibi bo'linish dunyosi. Dunyodagi har qanday millat o'zining etnik milliy tarkibi, milliy davlati, o'zining nomi bilan milliy davlati, o'zining mavjudligi, o'zining madaniyati uchun kurash qildi va urush qildi. Tıpkı Yevropa her bir millet o'zining tuprog'ida o'zining etnik davlatini qurgandek, milliy davlatini qurgandek, mayli u Pokistonda masalan blojlar o'tirib Pokistonda bir davlat shakllansin, bulardagi xalqlar masalan blojlar, Panjablar, Pushtunlar her qanday qilib o'tirib u koni sistemi ketdi 100 yil avvalgi. Bu yerda etnik milliy tarkibi, milliy mavjudlik uchun kurash qildi va milliy davlatini qurish uchun kurash qildi. Kelgusida Eron mashindaq bo'ldi vatandoshlar. Eronga qarasanglar bu yerda Ozarbayjonliklar bor, Turkmanlar bor, Farslar bor. İsmi onun ismi Eron. Asli davlat bo'lsa bir Persiya, Fars davlati degan ism bilan chiqish kerak.
Bu yerda nereden bir ismini bu Ruslayı özle oturup tepki oturup bu yerdeki 20 milyonga yakın Azerbaycanlıklarını, 5 milyon için Türkmenlerini, Parislarını ve başka Araplarını bir yakil oturup bir devlet şekillendi. O devletin milli mevcutluğuna kelgiste İran degen devletki mesela Azerbaycanlıklar mı özünün milli mevcutluğu, milli devletini kuruş için kuraş kıldı. O yaktaki Türkmenler mi şundak buludu? Bunu oturup elbette Parisler kollamaydı. İşte şundak buludu vatandaşlar. Şunun için bir yerde xo'tadigan ümmetçilik doğrusudan cık içi vaqallar azraq kalınızda bunu diken dikkat kılayın. Bilip yaşayın deyiş için ben bir yerde bugünkü medyanı açıp bu ahvallarını düşündürüp koydum. Suriye'deki, Irak, Azerbaycan, Afganistan'daki meselelerini düşündürüp en ahırda sizin mağdığa yolunuz, bizden mağdığa yolumuz o yoğun bir Türkistan emez. Uygur'un ibaret bu etnik bir milletinin, kadimi milletinin özünün milli mevcutluğu, milli devleti, özünün her nesinin milli devleti, milli isimbalıqı saqlap qılğan bu yolga men demekçi vatandaşlar. Bunu bilip qılın demekçi. Eğer andak mağan mısınız? Xuddi siz burun Arap için ölgen bolsanız, Türk için ölgen bolsanız, Afgan için ölgen bolsanız ölüp ketiversizlar xalas. Xo'sh, unda bo'lgan bo'lsa vatandaşlar. Ko'rishgan bulaylik.